Dunyo shu vaqtgacha sizlarni aldab kelayotgan bir ma'lumotni hozir sizlarga aytmoqchiman. Yer aslida yassi. Buni isbotlash uchun bir nechta sabab va faktlar bor. Katta erkak chiqib olib yer yassi ekan deyapti. Ey akalar, nima farqi bor? Yer yassimi, tumalaqmi, uchburchakmi, olti qirrali bo'lsa, men bugun shuni sizlarga aytishim kerak. Dunyo bizni aldayapti. Yer yassi o'zi aslida deydi. Nimani o'zgartiradi yerni yassiligi? NASA bizni aldab nima foyda ko'radi? Yo, bu yer yassi bo'lsa bizga nima? Yer yumalaq bo'lsa bizga nima? Shuni muhokama qilib o'tiradigan odamlar bor nima ijtimoiy tarmoqlarda. Nima keragi bor shuni? Nima bo'pti? Ishlarimiz yaxshi bo'lib ketadimi? Yer yassiligini bilib qolsak, kreditlarimiz to'lanib qoladimi? Yer yassiligini bilsak, nima bo'ladi? Hayotimiz go'zallashadimi? Yo qaysidir joyga bepulga uchib boramizmi? Odamlar ham jinni bo'lib ketyaptimi, nima balo?